هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Feth tefsiri 20. ayetten 26. ayetki bo'lgan ahir qismini o'qiymiz inshaalloh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövende dehtanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Feth suresi 20. ayetinden 26. ayetiga bo'lgan ahir qismini o'qiymiz inshaalloh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Hudeybiye qissasi ve sulhi haqida bayon qilingan hadislar to'g'risida. İmam Buxoriy Misvar ibni Mahrama bilan Marwan ibni Hakamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hudeybiye sulhisi bo'lgan yili Payg'ambar alayhisalom 100 sahobasi bilan yo'lga chiqdi. Ular Zulhulayfa degan yerga yetib kelganda qurbonlik uchun elib minilgan mol-varonlarga qurbonlik ekanligini bildiradigan belgi asdi ve şu yerden ömürge ihram bağladı. Peygamber aleyhisselam Huza'a kabilesinden birini aldın haber ilişki evetip özümü yol yürüp gitti. O Eştat kölünün kışığı yetip gelgen çağda habercisi yetip gelip Kureyş'le sana karşı toplanıptı. Ula sana karşı ittifaktaşlarını mı toplaptı? Ula sen bilen uruş kılı. Seni Mescid-i Haram'a kiriştin toz kılı tayarlık kılı yutuptu deb haber yetkizdi. Şunun bilen Peygamber aleyhisselam ey halayık bana məsləhət berinlar ki eğer biz yönelişini özgertip bizni Beytullah'tan tosmaqçı bolğan eni şu Qureyşlərinin balı çaqıllarını olca asaq toğır deb qaramsizlar. Yani bir rivayette Qureyşlərə yardım bergen eni şu kafirlarning balı çaqıllarını olca asaq toğır deb qaramsizlar. Eğer ular bizga hücum qilib kelsa Allah Taala Qureyşlərə bo'ladigan yordamni üzüp taşlaydı. Eğer ular bizga hücum qilib kelmasa biz ularni qayg'u hasrat qoldiramiz. Yeni bir rivayette eğer yordam berguchi kafirlar öz o'rnida turaversa urush ve qayg'u hasrat ichida qoladi. Eğer ular bizga hücum qilib kelsa g'olib ve büyük Allah Qureyşlərə bo'ladigan yordamni üzüp taşlaydı. Yoki bizning Beytullahni ko'zlab minishimizni to'ssa uning bilan urush qilishimizni to'g'ri deb qaramsizlar. Qani maslahat beringlar dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu maslahat berib ey Allohning payg'ambari sen Beytullah'ni közlep çıktın. Birer adamni öldürmekçi emessen. Uruş kılmakçı mı emessen. Beytullah qarab yürgin. Kim bizni onundan tossa biz onun bilen uruşaylı dedi. Yeni bir rivayette Allah Teala ve onun peygamberi işinin hakikatini obdan bilidi. Biz fakat ömrü qilg'ili keldik. Birisi bilen urush qilib kelmadik. Lekin kim biz bilen Beytullah'ның arasida to'sqinlik qiladi ekan, biz uning bilan urushimiz dedi. Ondan Peygamber aleyhisselam ondaqda yuringlar. Yani bir rivayette Allah Teala'nın ismini o'qib yurishni davom qilinglar dedi. Allah Teala'nın ismini o'qib yurishni davom qilinglar dedi.
ular yo'lning bir qismini besib bo'lgan chaqda payg'ambar alayhissalom Xolid ibn Valid Qurayshning otliq odamlaridan boshlab xabar elishi chiqibdi. O'ng tarafni bo'ylab menglar dedi. Allah Teala'nın namı bilen qasamki Xolid ularni sezelmedi. Hatta ular Xolidning qo'shinining chang to'zoni ko'rilgan yerga kelganda Xolidning Qurayshlarga xabar yetkazish uchun tez minib ketayotganligini ko'rdi. Payg'ambar alayhisalom yurib mushriklarning ustiga tushadigan davonga yetib kelgan chaqda uning to'ygisi cho'kib oldi. Adamlar choh dibidi to'yga midirlamay turib oldi. Ondan adamlar qasva turib oldi deyishdi. Payg'ambar alayhisalom qasva turib olmadi. Bu uning odatimi emas. Uni pilni to'sqichi Alloh Taolo to'sib oldi dedi. Ondan payg'ambar alayhisalom mening jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, bugun Qurayshlar mendan Alloh Taolo haramga urush qilishni cheklashdan iborat hukmini ulug'laydigan biror plan lohiyani so'rab qolsa, uni ularga berib etaman dedi. Ondan to'gini silkidi. To'gi sakrab turdi. Payg'ambar alayhisalom Qurayshlarning yo'lidan qayrilib, Hudaybiyaning bir chetiga azg'ini suvi va bir quduqning yiniga tushdi. Odamlar suvni az-azdan eliyotdi. Uzoq o'tmay ular suvni tatib tugatdi va payg'ambar alayhisalomga ussizlikdan shikoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom o'qdandan bir tal o'qyani chiqarib, ondan ularga o'qni quduqqa qo'yishga buyurdi. Alloh Taoloning nomi bilan qasamki, suv to'xtamay bulduqlab chiqib turdi. Hatta odamlarning hammasi suvga qo'ndi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Ular shundaq turgan paytda Budayl ibn Varqo Xuzai o'z qavmi Xuzai qabilasidan bir qancha nafar kishi bilan yetib keldi. Ular payg'ambar alayhisalomning Tihame ahlidan bo'lgan sirdishi edi. U men kelib etib Ka'b ibn Lu'ay bilan Amr ibn Lu'ayni ko'rdim. Ular Hudaybiya suvlarining zo'r miqdorini egallab tushibdi. Ular bilan xotin bolalarimi birlikkan. Ular sen bilan urushmoqchi. Seni Baytullohga kirishdan to'smoqchi ekan dedi. Payg'ambar alayhisalom biz birer odam bilan urush qilganmidik, balki umr qiyg'ili keldik. Haqiqatan urush Qurayshlarni ojizlatdi va ziyonga uchratdi. Agar ular xohlasa, men bilan Qurayshlar orasida urush to'xtatishga va mening insonlarga da'vat qilish ishimga ularning daxl tarviz yetkazmasligiga to'xtam qilishiman. Bu muddat ichida boshqalar mendan ustunlikni egallasa, bu ular uchun yetarlidir. Agar men boshqalar ustidan g'alaba qilsam, ular insonlar kirayotgan islom diniga kirishni xohlasa, uningga kirsin. Agar uningga kirishni xohlamasa, ular bu muddat ichida kuchayib oladi. Agar ular buningga unamasa, mening jinim ilkida bo'lgan zot Alloh Taolaning nomi bilan qasamki, men o'z ishimni amalga oshirguncha yoki o'zimning nomi yolg'iz qolganga yoki Alloh Taolo o'z amrini cho'qim amalga oshirganga qadar ular bilan albatta urushiman dedi. Budayl sening deginingni ularga yetkazaman dedi-da, yo'lga ravon bo'lib Qurayshlarning yeniga yetib keldi. U biz Muhammadning qishidan keldik. Uning e'tiqodlarini angladik. Agar uni anglashni xohlasanglar deb beramiz dedi. Ulardan bir qism ahmoq kishilar bizning uningdan biror narsani
bizga xabar qilishingga hojatimiz yo'q dedi. Ulardan aqilona kishilar. Onundan anlaganlaringni so'zlab bergin dedi. Bu deyil, men uning mundaq deganligini angladim deb Payg'ambar alayhisalomning deganlarini ular so'zlab berdi. Shuning bilan Urva ibn Mas'ud o'rnidan turib, "Ey qavm, sizlar otining o'rnida emasmi?" dedi. Ular, "Shundaq, biz otining o'rnida" deyishdi. U, "Men balaning o'rnida emasmi?" dedi. Ular, "Shundaq, sen balaning o'rnida" deyishdi. U, "Sizlar menga biror ishda tuhmat qilib baqqanmi?" dedi. Ular, "Yo'q" dedi. U, "Sizlar mening ukazning odamlarini urushga umumyuzlik safarbarlik qilganligimni, ular urushga chiqishga unamaganda men xotin bolalarimni va men itoat qilganlarni elib chiqib sizlarga qetilganligimni bilasizlar-ku" dedi. Ular, "Shundaq bilamiz" dedi. Bu Payg'ambar alayhisalom demakchi. Haqiqatan sizlarga yaxshi bir planni qo'yibdi. Uni qabul qilinglar. Menga uning qishig'i berishga ruxsat qilinglar dedi. Ular, "Bo'ladi, uning qishig'i borgin" dedi. U Payg'ambar alayhisalomning yoniga kelib, uning bilan so'zlashishga boshladi. Payg'ambar alayhisalom uningga Budayl ibn Varqoga aytganga o'xshash so'zni qildi. Shu chaqda Urva mundaq dedi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen qavmingni talto'kis yo'qitib etishni o'ylamsan? Sendan ilgari biror arabning o'z aslini to'liq yo'qotganligini angladingmi? Agar ish boshqacha bo'lib, Qurayshlar g'alaba qilib qolsa, ular sening quloq burninggacha kesib olishdan yanmaydi. Allohning nomi bilan qasamki, men bir muncha yuzlarni seni tashlab qo'yib qaytishga tayyor turgan gumonliq odamlarni ko'ryapman." Buni anglagan Abu Bakr radhiyallohu anhu g'azablanib uningga, "Onangning avratini sho'ra. Biz uni tashlab qo'yib qochamdiq" dedi. Urva, "Bu kim?" dedi. Sahobalar, "Bu Abu Bakr" dedi. U, "Mening jinim ilkida bo'lgan zot Alloh taolo bilan qasamki, ilgari sening men qilgan yaxshiligingga texi javob qaytarib bo'lolmagan edim. Ilgari sening men qilgan yaxshiligingga texi javob qaytarib bo'lolmaganligim uchun yuzim qizirdi. Bo'lmasa sana cho'qim javob beretdim" dedi-de Payg'ambar alayhisalom qarab so'z qilishga boshladi. U har qitim Payg'ambar alayhisalomga gap qilganda uning saqalini tutmoqchi bo'ladi. Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhisalomning yonida qo'lida qilich tutgan, beshi qalpoq kiygan holda o'rtiradi. Urva har qitim qo'lini Payg'ambar alayhisalomning saqaliga uzatgan chaqda Mughira qilichning dastasi bilan uning qo'liga uratdi-da va Payg'ambar alayhisalomning saqalidan qo'lini tart dedi. Urva beshini ko'tarib, "Bu kim?" deganda, u Mughira ibn Shu'ba dedi. Urva, "Sen yiliqi xiyonatxo'rg'u. Sen xiyonat qilib o'ltirib etgan odamlarning balosiga men qoldim emasmi?" dedi. Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu islom kelishdan burungi davrda bir qancha odamga hamroh bo'lib safar qilgan. Safar ustida u ularni o'ltirib etib, ularning mol mulkini elib olgan edi. Keyin u islomni qabul qilgan. Payg'ambar alayhisalom, "Uning islomiga kelsak, uni qabul qilaman. U elib olgan molga kelsak, uningdan hech narsaga muhtoj emasman" dedi. Ondan Urva Payg'ambar alayhisalomning sahobalarini kuzatishga boshlab mundaq mulohaza qildi. Allohning nomi bilan qasamki, Payg'ambar alayhisalom mishqirib qolsa, manqa
sahabelerning birining olqiniga tushidikanda, ular u manqini tabarruk qilish yuzidan yuziga va badaniga surtidikan. Agar u ularni biror ishga buyursa, ular uning amrini o'rindashga nihoyatda tiz tutish qiladigan. Agar u tahorat olsa, ular uning tahorat olgan suyini talishib, urushib qolg'il tasqaladigan. Agar u so'zlasa, ular uning qishida ovozlarini chiqarmaydigan. Payg'ambar alayhisalomni qattiq hurmatlaganlikdan ular uningga tikilib qaramaydigan. Urva odamlarning qishiga qaytib kelib, "Ey qavmim, Allohning nomi bilan qasamki, men haqiqatan podshohlar elchi bo'lib bordim. Kisraga, Qaysarga va Najoshiga elchi bo'lib bordim. Allohning nomi bilan qasamki, men biror podshohning odamlarining o'z podshohini Muhammadning odamlari Muhammadni hurmatlagandek hurmatlaganligini ko'rmadim. Allohning nomi bilan qasamki, Muhammad mishqirsa, manqa sahobalarning birining olqiniga tushidikanda, u manqini yuzi bilan badaniga surtir ekan. Agar u ularni biror ishga buyursa, ular uning amrini o'rindashga tiz tutish qiladi ekan. Agar u tahorat olsa, ular uning tahorat olgan suyini talishib, urushib qolg'ili tasqaladi ekan. Agar u so'zlasa, ular uning qishida ovozlarini chiqarmaydi ekan. Uni qattiq hurmatlaganlikdan ular uningga tikilib qaramaydi ekan. U haqiqatan sizlarga yaxshi bir planni qo'yibdi. Uni qabul qilinglar, dedi. Qurayshlardan Bani Kanana qabilasiga tava bir odam Muhammadning qishig'i berishga menga ruxsat qilinglar, dedi. Qurayshlar bo'ladi, uning qishig'i bag'in, dedi. U Payg'ambar alayhisalomning va uning sahobalarining qishig'i yaqinlashgan chaqda Payg'ambar alayhisalom, bu palonidir, u qurbonlik to'gilarini cho'ng biladigan qavmdindir. Qurbonlik to'gilarini uning oldiga chiqaringlar, dedi. Qurbonlik to'gilar chiqarildi. Odamlar uni talbiya aytib qarshi oldi. U bu ahvolni ko'rib, Alloh taolo pokdir, ularni Baytullohdan to'sib olish loyiq emaskan, dedi. U odamlarining qishig'i qaytib kelgan chaqda, men belgi isilgan, nishon qilingan qurbonlik to'gilarini ko'rdim. Ularni Alloh taolo baytidan to'sishni to'g'ri deb qaramayman. Ularni Alloh taoloning baytidan to'sishni to'g'ri deb qaramayman, dedi. Qurayshlardan Mikraz ibn Habs deb atiladigan bir odam o'rinda turib, Muhammadning qishig'i berishga menga ruxsat qilinglar, dedi. Ular bo'ladi, uning qishig'i bag'in, dedi. U musulmonlarga yaqinlashgan chaqda Payg'ambar alayhisalom, bu Mikrazdir, u eski odamdir, dedi. U kelib Payg'ambar alayhisalomga so'zlashga boshladi. U uningga so'zlab turgan paytda tuyuqsiz Suhayl ibn Amr kelib qoldi. Suhayl kelganda Payg'ambar alayhisalom sahobalarga, haqiqatan ishinglar osonlashdi, dedi. Suhayl ibn Amr kelib Payg'ambar alayhisalomga, sen bilan bizning aramizda bir to'xtamnoma yezib menga bergin, dedi. Payg'ambar alayhisalom Ali radhiyallohu anhuni chaqirib, to'xtamnomaga nihoyat shafqatlik va mehribon Alloh taolaning ismi bilan boshlayman deb yozgan, dedi. Suhayl, nihoyat shafqatlik degan so'zga kelsak, Allohning nomi bilan qasamki, men uning nima ekanligini bilmayman, lekin burun yozganingdek, ey Alloh, sening isming bilan boshlayman deb yozgan, dedi. Musulmonlar, Alloh taolaning nomi bilan qasamki, biz nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman degandan boshqa so'zni hargiz yozmaymiz, dedi. Payg'ambar alayhisalom Aliga, ey Alloh, sening isming bilan boshlayman deb yozgan, dedi. Ondan bu Allohning elchisi Muhammad sulh qilishgan narsadir deb yozgan, dedi. Suhayl
Allah'ның namı bilan qasamki, agar biz sening Allah'ның elchisi ekanligingni bilsak edik, seni Beytullah'dan to'smaydik va sen bilan urushma qilmaydik. Lekin Allah'ның elchisi Muhammad deb yozishning o'rniga Abdullah'ның o'g'li Muhammad deb yozgan dedi. Payg'ambar alayhissalom Suhaylga: Allah'ның namı bilan qasamki, sizlar meni inkor qilgan taqdirdimi, men haqiqatan Allah'ның elchisiman dedi. Ondan Aliga: Abdullah'ның o'g'li Muhammad deb yozgan dedi. Zuhri hadisni izohlab, ana shu Payg'ambar alayhissalomning Allah'ның namı bilan qasamki, bugun Qurayshlar mendan Alloh taolaning haramda urush qilishini cheklashdan iborat hukmini ulug'laydigan biror plan lohini so'rab qolsa, uni ularga berib o'taman degan so'zning isbotidir dedi. Payg'ambar alayhissalom Suhaylga: bizning Beytullahni tavob qilishimiz uchun biz bilan Beytullahning orasini bizga xoli qo'yib berishinglarni shart qilamiz dedi. Suhayl: Allohning nomi bilan qasamki, arablarning bizning besimga uchrabdi deb so'z cho'chak qilishidan qo'rqaman. Arablarning bizni besimga uchrabdi deb so'z cho'chak qilishidan qo'rqaman. Shuning uchun bu talabing keladigan yili o'rindalsin dedi. Sulhi shundoq yozildi. Suhayl: biz tarafdan biror odam sening yoningga qochib kelsa, garchi u sening diningda bo'lgan taqdirdami, onu bizga qaytarib berishingni shart qilaman dedi. Musulmonlar: Alloh pakdir. U musulmon bo'lib kelgan tursa, u mushriklar qandoqmi qaytarib berilsin dedi. Ular shundoq da'talash ustida turgan paytda tuyuqsiz Abu Jandal ibn Suhayl kishilarini so'rab asta minib Mekke'nin tüven tarafidan chiqib keldi-de o'zini musulmonlarning orasiga otdi. Suhayl: ey Muhammad, bu odamni men qaytarishingni birinchi shart qilib turib, sen bilan sulh qilaman dedi. Payg'ambar alayhisalom: texi biz to'xtamni yezib tugatmadik dedi. Suhayl: Allohning nomi bilan qasamki, undaqda hech narsaga sen bilan menga sulh qilmayman dedi. Payg'ambar alayhisalom Abu Jandalni mening qishimda qilishga ruxsat qilgan dedi. Suhayl: uni sening qishingda qilishga ruxsat qilmayman dedi. Payg'ambar alayhisalom: unda qilmay, uni mening qishimda qilishga ruxsat qilgan dedi. U: yo'q, men unda qila olmayman dedi. Mikraz: shunda qilayli, biz uni sening qishingda qilishga ruxsat qilayli dedi. Abu Jandal: ey musulmonlar jamoasi, men haqiqatan musulmon bo'lib kelgan tursam, mushriklarga qaytarilamdiman? Men duchar bo'lgan azob oqibatni ko'rmadinglarmi dedi. U g'olib va yuksak Allohning yo'lida haqiqatan qattiq azoblangan edi. Umar radhiyallohu anhu shunday dedi: men Payg'ambar alayhisalomning qishiga kelib, sen Allohning haq payg'ambari emasmi dedim. Payg'ambar alayhisalom: shundoq, men haqiqatan payg'ambar dedi. Men: biz haq ustida, dushmanimiz bo'lsa botil ustida emasmi dedim. Payg'ambar alayhisalom: shundoq, biz haq ustida, dushmanimiz bo'lsa botil ustida dedi. Men: undaqda nemishqa dinimizda pastkashlikka yo'l qo'yamiz dedim. Payg'ambar alayhisalom: shak shubhisizki, men Allohning payg'ambariman. Men Allohga osiylik qilguvchi emasman. Alloh mening yordamchim dedi. Men: sen bizning Beytullohga bordiganligimizni va uni tavob qildiganligimizni so'zlagan emasmiding dedim. Payg'ambar alayhisalom: shundoq degan edim, biroq men sana biz Beytullohga cho'qim bu yil boramiz deb xabar qilganmidim dedi. Men: yo'q dedim. Payg'ambar alayhisalom: sen Beytullohga cho'qim borsan va uni tavob qilasan dedi.
Ömer sözünü devam kılıp mundaq deydi. Men Abu Bakır'ın qışığı kelib, o Allah'ın haq payg'ambari emasmi? Dedim. O shundaq, o Allah'ın haq payg'ambari dedi. Men biz haq ustida, düşmanimiz bo'lsa batıl ustida emasmi? Dedim. O shundaq, biz haq ustida dedi. Düşmanimiz bo'lsa batıl ustida. Men undaqda nemishqa dinimizda pastkeşlik yo'l qo'ymaymiz, dinimizda pastkeşlikka yo'l qo'ymaymiz dedim. O ey insan, o Allah'ın payg'ambaridir. O Allah Teala asilik qilmaydi. Allah onun yardımcısıdır. O Allah'ın emri boyunca iş qiladi. Allah'ın namı bilan qasamki, Peygamber aleyhisselam haq ustidadir dedi. Men o bizga bizning Beytullahga bordiganligimizni va uni tavob qildiganligimizni so'zlagan emasmi dedim. O shundaq degan edi. Biroq u sana sen Beytullahga cho'qim bu yil borsan deb xabar qilganmi dedi. Men yo'q dedim. U sen Beytullahga cho'qim borsan va uni tavob qilsan dedi. Zuhri mundaq deydi. Ömer radıyallahu anhu men sulhi uchun nurg'un ishlarni qildim degan. Sulhi qilinib bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhisalom sahobalarga o'rninglardan turib qurbonlik qilinglar, andin chechinglarni tushiringlar deydi. Allohning nomi bilan qasamki, sahobalardan birmi odam o'rnidan turmaydi. Hatto Payg'ambar alayhisalom o sözünü 3 qitim takrorlasimi, ulardan yana hech kim o'rnidan turmagandan keyin Payg'ambar alayhisalom Ummu Salama radhiyallohu anhaning qishiga kirib, uningga odamlarning buyrug'iga bo'ysunmaganligini so'zlab berdi. Ummu Salama radhiyallohu anha uningga: "Ey Allohning payg'ambari, sen mundaq qilishni xohlamsan? Sen sirtqa chiqib, ondan hech kimga bir eg'izmi gap qilmasdan qurbonligingni bo'g'izla. Sotrashni chaqirib, chechingni oldir" deydi. Payg'ambar alayhisalom sirtqa chiqdi. Hech kimga gap qilmasdan qurbonlikni bo'g'izlaydi. Sotrashni chaqirib, chechini tushirdi. Buni ko'rgan sahobalar o'rinlaridan turishib, qurbonlikni bo'g'izlaydi, ba'zisining chechini tushirib qo'ydi. Texi ba'zisi ko'ngilning yerim bo'lganligidan urushib qag'ili tas qoldi. Ondan Payg'ambar alayhisalomning qishiga Makkadan mu'min ayollar keldi. Shuning bilan g'olib va buyuk Alloh taolo: "Ey mu'minlar, sizlarga mu'min ayollar hijrat qilib kelsa, ularni sinab ko'ringlar. Ularning iymonini Alloh obdan biladi. Agar ularni sinagandan keyin haqiqiy mu'mina deb tonisanglar, ularni kofirlarga qaytirib bermanglar. Ular kofirlar halol emas. Kofirlarmi ular halol emas. Kofir erlarining ularga bergan mahrini qaytirib beringlar. Ularning mahrillarini berib nikohinglarga olsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kofir ayollarni amringlarda saqlamanglar" degan oyatni nozil qildi. Umar radıyallahu anhu shu kunida amridagi mushrik ikki ayolini qo'yib berdi. Ondan ularning birini Quraysh kofirlaridan Muaviya ibn Abu Sufyan, yana birini Safvan ibn Umayya xotinlikqa oldi. Ondan Payg'ambar alayhisalom Madinaga qaytib keldi. Keyin Quraysh qabilasidan Abu Basr ismli bir odam musulmon bo'lib Payg'ambar alayhisalomning qishiga keldi. Qurayshlar uni talab qilib ikki odamni avatadi. Ular biz bilan qilishgan sulhiga asosan keldik deydi. Payg'ambar alayhisalom Abu Basrni o ikki odamga topshirib berdi. Ular uni ilib Madinadan chiqib Zul Halayfiyaga yetib kelganda dam ilishga tushib birlikda xom yeyishga boshlaydi.
Abu Basir ikkisining biriga: "Ey palani, Allohning nomi bilan qasamki, sening bu qiliching haqiqatan bek yaxshi ekan" dedi. Qilichning egisi uni g'ilipidan sug'urib olib, "Shundoq, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, u bek yaxshi. Men uni haqiqatan takror sinab ko'rdim" dedi. Abu Basir: "Menga ko'rsatgina, uni men ko'rib baqay" dedi. Shuning bilan u qilichni uningga berdi. Abu Basir qilichni qo'liga oldi-da, uni chipib tashlaydi. U shu yerda o'ldi. Yana bir odam qochib Madinaga keldi-da, yugurgunicha masjidga kirdi. Uni ko'rgan payg'ambar alayhisalom: "Bu haqiqatan bir qo'rqinchli ishni ko'ribdi" dedi. U payg'ambar alayhisalomning qishig'i kelib, "Allohning nomi bilan qasamki, hamrohim o'ldirildi. Men o'ldirilgil tas qoldim" dedi. Shu asnoda Abu Basir kelib: "Ey Allohning payg'ambari, Allohning nomi bilan qasamki, Alloh sening va'dangni haqiqatan ishga oshirdi. Sen meni ularga qaytirib berding. Ondan Alloh taolo meni ulardan qutqizdi" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Uning onasiga voy. U urush o'tini tutashtiribdi. Kashki uning bilan birer odam bo'lsa-chu" dedi. Uni anglagan Abu Basir payg'ambar alayhisalomning o'zini yana ularga qaytirib beradiganligini bilib yetdi-da, Madinadan qochib chiqib, dengiz sohiliga ketdi. Abu Jandal ibn Suhaylimo kafirlarning qo'lidan qutulib, Abu Basirga qo'shildi. Shuning bilan Qurayshlar ichidan musulmon bo'lib qochib chiqqan har bir odam Abu Basirga qo'shilishga boshlab, bir to'p jamoaga aylandi. Ular Qurayshning Shamga boradigan birer karvonining yo'lga chiqqanligini anglabla qolsa, uning oldini to'sib, odamlarni o'ldirib, mol-mulkini elib ketdi. Shuning bilan Qurayshlar payg'ambar alayhisalom odam avatib, uningdan: "Sen Allohning haq hurmatini va oramizdagi tuqqanchilikning yuzini qilib, Abu Basirning odamlarining qishiq odam avatib, ulardan kim sening qishingga kelsa, uning omonlikqa erishadiganligini jakarlig'in" deb talab qildi. Payg'ambar alayhisalom ularning bu talabini qabul qilib, Abu Basirning odamlariga odam avatdi. G'olib va buyuk Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Alloh ularni sizlarga qo'l silishdan to'sdi hamda ular ustidan g'alaba qilganinglardan keyin Makkaning ichida, ya'ni Hudaybiyada sizlarni ularga qo'l silishinglardan to'sdi. Alloh qiladigan ishinglarni ko'rib turg'uchidir" degan oyatni jahiliyat davrining qiziqqanligini degan yerigacha nozil qildi. Ularning qiziqqanligi shuningdan iboratki, ular payg'ambar alayhisalomning Allohning payg'ambar ekanligini e'tirof qilmagan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman degan so'zni ham e'tirof qilmagan va musulmonlarni Baytullohga kirishdan to'sgan edi. Imom Buxoriy tafsir babida Habib ibn Abu Sabitning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Men Abu Vaildan bir masala haqida so'rab, uning qishig'iga keldim. U: biz Siffin degan yerda edik" dedi. "Nama'lum bir odam Allohning kitobiga chaqirilayotganlarni ko'rmadingmi?" dedi. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu: "Ha, ko'rdim. Unaga ovoz qo'shishga men eng haqliman" dedi. Sahil ibn Hunayf: "Yomonlikni o'zinglardan ko'ringlar. Men Hudaybiya kuni payg'ambar alayhisalom bilan mushriklar o'rtasida bo'lgan sulhini ko'rgan edim. Agar biz urushni afzal ko'rgan bo'lsak, albatta urushatdik.
Ömer radıyallahu anhu kelib, biz haq ustida, ular batil ustida emasmi? Bizning o'lgan odamlarimiz jannatda, ularning o'lgan odamlari do'zaxda emasmi? Deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq deganlaring o'rinliq degan. Ömer yana undaqda nemishqa dinimizda paskashlarga yo'l qo'yib qaytib ketamiz? Allah aramızda haq bilan hukm qilmadimi? Deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ey Xattobning o'g'li, men haqiqatan Allohning payg'ambariman. Allah mening ishimni hargiz bekor qilib etmaydi degan. Ömer ochiqini bosolmagan holda qaytgan. U savr qilolmay Abu Bakr radhiyallohu anhuning qishiga kelib, ey Abu Bakr, biz haq ustida, ular batil ustida emasmi? dedi. Abu Bakr, ey Xattobning o'g'li, u haqiqatan Allohning payg'ambaridir. Allah uning ishini hargiz bekor qilib etmaydi degan. Ondan sura Fath nazil bo'lgan dedi. İmam Ahmed Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qurayshlar payg'ambar alayhisalom bilan sulh tuzdi. Qurayshlar ichida Suhayl ibn Amr bor edi. Payg'ambar alayhisalom Ali radhiyallohu anhuga sulhida nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman degan so'z bilan yozgan deganda Suhayl nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman degan so'zni bilmaymiz. Lekin bizning biladiganimiz bo'yicha ey Allah sening isming bilan boshlayman deb yozgan dedi. Payg'ambar alayhisalom Allohning payg'ambari Muhammaddan deb yozgan deganda Suhayl, agar biz sening Allohning payg'ambari ekanligingni bilgan bo'lsak, albatta sana ergishatdik. Lekin ismingni va otangning ismini yozgan dedi. Payg'ambar alayhisalom Abdullahning o'g'li Muhammaddan deb yozgan dedi. Ular payg'ambar alayhisalomga, sizlardan biror odam murtad bo'lib ketsa, uni sizlarga qaytarib bermaymiz. Bizdan biror odam musulmon bo'lib sizlarning qishinglarga ketsa, uni bizga qaytarib bersizlar degan shartni qo'yishdi. Ali, ey Allohning payg'ambari, buni mi yozamizmi dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom, bizdan biror odam ularning yiniga ketsa, Allah uni o'z rahmatidan yiroq qiladi dedi. Bu hadisni İmam Muslim rivoyat qilgan. İmam Ahmed Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hururiyaliklar xavorijlarning bir qismi Ali radhiyallohu anhuning qo'shinidan ayrilib chiqib olgan chaqda men ularga mundaq dedim. Hudaybiya kuni payg'ambar alayhisalom mushriklar bilan sulh qilgan edi. Payg'ambar alayhisalom Ali radhiyallohu anhuga, ey Ali, bu Allohning payg'ambari Muhammad sulh qilgan narsadir deb yozgan dedi. Qurayshlar, agar biz sening Allohning payg'ambari ekanligingni bilgan bo'lsak, sen bilan urush qilmaydik dedi. Payg'ambar alayhisalom, ey Ali, yozg'iningni o'chirgin va ey Allah, shak shubhisizki mening sening payg'ambaring ekanligimni sen cho'qim bilasan. Ey Ali, yozg'iningni o'chirib, bu Abdullahning o'g'li Muhammad sulh qilgan narsadir deb yozgan dedi. Allohning nomi bilan qasamki, Allohning payg'ambari albatta Alidan yaxshidir. Alining yozg'inni payg'ambar alayhisalom o'zi o'chirdi. Uning u xatni o'chirishi uni payg'ambarlikdan o'chirib etmagan edi. Men payg'ambar alayhisalomning tutgan yo'lidan chiqib ketdimmi? Abdullah ibn Abbasning bu so'zini anglagan xavorijlar ha dedi. İmam Ahmed ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Hudaybiya kuni
Peygamber aleyhisselam 70 tögünü qurbanlıq qıldı. Qurbanlıqның içinde Ebu Cehil'nin tögüsü var idi. O töge Beytullah'tan tosalğan çağda xuddi ballarıga tatışıp ıngırgan tögedek ıngırgan idi. Elhamdülillah, yuqorida Sure Fath tefsiriden 20. ayetten 26. ayetke bo'lgan ahir qismini aldılar. Tefsirinin ahirini devamlı okuyumuz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.